Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Es-salatu vesselamu ala Resulullah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah haq subhanahu ve ta'alanınki bu ekran arkalık Müslüman kırındaşlarım bilen yüz güreşişke muvaffak kılgınıga Allah'a hamd etimen. Allah barlık kırındaşlarımızı, Müslüman kırındaşlarımızı, muvahhid mücahitlerimizni Allah yüz salamet kılsın, ahd sabit, müstahkem kılsın. Bu kıtım ben kırındaşlarım bilen hazırkı bizning realligimizda, yani muhacirat yüz beriyotgan ma'lum bir şu tushuncha. Bu tushunchaninki bizningki hayotimizga ve elib beriyotgan hareketlerimizni ko'rsatayotgan ta'siri to'g'risida az to'la bir o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Allah bu suhbatimizni davom etib bersin ve Allah bizni her qachon yaxshilikqa yetaklasin, qalbimizni hidoyat bilan nurlantirsin. Biz şu muhaciratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizningki hammamiz asosan bilamiz. Intayin oz sonda bir bilib qarindoshlarimizningki kallasida shunday bir masala maydonga kelyotadiki, u nima deganda biz şu Xitoy tajovuzchilarininki mulhid, mushrik, kafir, tajovuzchi, İslamga düşmanlık kıladigan toifalarda tepiladigan tamomiy sifatlar mujassam bo'lgan şu Xitoy kafirlarininki Sharq Turkiston musulmonlari haqida elib berayotgan zulmlari, bularninki ustida o'ynayotgan her türlük yili mikir, suiqasdlik planlar haqida biz bu mayni to'g'ri yuzda bo'lsin, mayni oshkora suhbatlarda bo'lsin, shunda bir eg'iz ochib Xitoy unda qilyotdi, bunda zulm qilyotdi, manda ezilyotdi, xalqimizning ustida bizni dindan yondirish uchun musulmonlarni manda o'ltiryotdi deyilsalar, intayin osondagi bir bilik kishilarimiz va bu bizga tushunishlik darhol bunu ya tasdiqlash emas, ya inkor qilish emas, faqat buning muqobilisida Arakonda musulmonlarni o'ltiryotdi. O'zbekistonda o'ltiryotdi. Suriya, Iroqda o'ltirilmayapti. Darhol bu fikrlar o'tirg'i chiqadi. Hatto mushqtar bo'linayotgan zulm to'g'risida shunda ikki gapni qilib qo'yguncha, bu Xitoy bizga har qancha zulm qilsin, agar musulmon bo'lsa, iymon etsa, bu bizning qarindoshimiz emasmi? Uni qarindosh deb bag'rimizga bosamiz emasmi? Bu to'g'ri. Ammo lekin kim tavba qilsa, iymon etsa, kim haq qaysa, buning islomda kechiriladiganligini, kimning kechirilmaydiganligini, buni biz bu so'zlarni qilganlarni yaxshi bilamiz deb o'ylaymiz inshaalloh. Shunga bu vaqtda ko'p to'xtalmayman. Bu xuddi nimaga o'xshaydi desa, bir qo'ziq och qolgan, qo'ziq ichib ketgan bir odam bir lag'ma yey desa, darhol o'tirg'i chiqib, "Voy, sen bu lag'ma yeymi desang, bu qachonga chuvinchib qolsa qayda qilsa? Yoki u bu bir narsa chiqib qolsa qayda qilsa?" Demak, amal bor shu lag'mani yemiskan shu deyotgan. Emasdan Turkiyaning tamoqlaridan bir döner yey desa, "Voy, bu dönerning ichidan nima chiqadi bilamsa? Uni ko'rib yemasan." Deyotgan. Bir polo yey desa, "Voy, uni kim yutadi? Qanday odam yutadi? Uni bilmay yemsa." Demak, bir och qolgan odam va Alloh halol qilgan bir yemeklikni yey desa, amal bor uning bir gumon, shubhi shaklini tashlab, shu tamoqni yegizmaslikka tirishayotgan. Allohdan qo'rqish kerak-ki. Endi bu yerda bu Xitoylarga qarshi bizning dushmanligimizni, bu qadar o'chmanlik kayfiyatimizni darhol boshqa yoqqa burashdiki, maqsadning nimaligini hamda
tushunib yetmadim. Biz shunda Xitoylarningki haqida to'xtaldiqlar, darhol o'tirg'i chiqadigan islomning dushmani Yahudi Nasara emasmi? To'g'ri. Uni biz hergiz inkor qilgan yerimiz ham yo'q. Allohga dushmanlik qilgan har qanday toifaninki Allohning va musulmonlarning dushmani ekanligini mutlaq inkor qilgan yerimiz aslo yo'q. Faqat biz demakchiki, Yahudi Nasara Allohning dushmani bo'lgan bo'lsa, Xitoy Allohning dushmani. Yahudi Nasara musulmonlarning payg'ambarlarning dushmani bo'lgan bo'lsa, Xitoy ham payg'ambarning dushmani bo'l. Buni biz nima ish qilmaymiz? Dushman emasmi ya bu? Yahudi Nasaralar Alloh shirik keltirayotgan bo'lsa, ma Xitoylarcha Allohni inkor qilyotdi bu. Allohni yo'q deyotdi bu. Bizni Alloh yaratgan emas deyotdi bu. Ma Yahud Nasaralar cho'shqi go'shtlarini halol sanayotgan bo'lsa, ma Xitoy tajovuzchilar uchun siz bizdek musulmonning go'shtlarini, homiyli buvoqlarningki go'shtlarini, choshqan mushuklarning go'shtlarini halol sanayotdimi bu? Yahud Nasaralar musulmonni o'ltirgan bo'lsa, sen musulmon bo'lganliging uchun o'ltirgan bo'lsa, ma Xitoy kofirlari uchun, Xitoy tajovuzchilari uchun musulmonni dindan yandirish, uni Allohni yo'q deyishga, islomdan tezdirishga, tandirishga majburlab, mavjushi Xi Jinping, Deng Xiaoping deydigan insoniyatningki fir'avnlarini Xudo deyishga majburlayotdi. Nauzubillah. Yahudi Nasaralar İsa ve Musa'ni şu İsa Musa payg'ambardan keyin kelgan payg'ambarlarni inkor qilgan bo'lsa, Xitoylarcha Odam alayhissalomdan tortib ta Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha barliq payg'ambarlarni inkor qilyotdi bu. Yahudi Nasaralar islomni masxir qilib, uni hajviy qilgan bo'lsa, Xitoy tajovuzchilar uchun musulmonni, Allohni, payg'ambarlarni, hijobni, soqolni, ibodatni, namozni, Ramazonni hammani masxir qilyotdi, hajviy qilyotdi, haqorat qilyotdi. Yahudi Nasaralar soqol bununla öz dindorlarini tashviq qilayotgan, ayollarni uzun kiyinishga tashabbus qilayotgan bo'lsa, Xitoy tajovuzchilari bu yog'liq chekdan emas, bundan necha yildan ilgari yog'liq chekkan, bundan necha yil ilgari uzun yangilik kiyimlarni kiygan, uzun ko'ylaklarni kiygan ayollarni mancha yil ilgari sen yalang'och yurmabdi ekansa, yalang'och olmabdi ekansa deb turmalarga elayotdi, iffatlarga tajovuz qilyotdi, uni o'ltiryotdi. Erlarimizga sen soqol qo'yibsan emas, sen soqol qo'ymaysan emas. Bundan ilgari necha yil ilgari soqol qo'yganlik uchun uni turmalarga elayotdi, uni o'ltiryotdi, oyoqosti qilyotdi. Yaxmi ya, bunu hemmimiz bilimizki, zimin yüzüde ayollarninki yağlık çigişi, hicaplanışı, erlerinin sakal koyuşu bazı bir devletlerde çeklengen bolsa, Xitoyda çekleniş emas. Bundan burun şunu qilganlarni jazolayotidu. Endi bu demakchi, hergiz Yahudi Nasaralar yaxshi demakchi emas. U ham Allohning dushmani. Xitoy Allohning dushmani bu. Bu Xitoy musulmonlarning dushmani bu. Bu Yahud Nasaralar musulmonni o'ltirgan bo'lsa, Xitoy uningdan nasihatcha, netchasi vahshiylik bilan o'ltiryotdi.
suiqasd bilan o'ltiryapti. Mutlaq dindan yondurib, kafir qilib o'ltiryapti. Boshqalar hayot jonni o'ltirayotgan bo'lsa, bombalar bilan Xitoylarcha hayotlikka ko'z ochqizmasdan bir qo'rsaqdagi homiliga hayotlik turustin bermasdan o'ltiryapti. Tushunaylik qarindoshlarim buni. Allah hammamizga haqni taniydigan, haqni tushunadigan qalb ato qilsin. Haqda mustahkam sabit qilsin hammamizni. Endi yana bir gapni eskartib o'taman. Mushu muhojiratda bir kunlik yoshlar maydonga kelyapti. Xitoy tajovuzchi kuchlari bilan mush muhojiratda ham mush yangi chet elga chiqib olib, billa apaq-chapaq bo'ladigan. Bu boshqalar bo'lsa mayli, din nomidan o'zini dinning, islomning bir a'zosiman deb turayotgan yoki islomningki yuqori chekida, ya'ni u islomning to'rida men o'ltiryapti deyotgan bir bilik kishilar, bir bilik yoshlar dunyoning qullari bo'lib, mukofotning, pulning qullari bo'lib yoki vatanlarda qilib qolgan urug' tuqqanlar ota-onalarga qilingan ba'zi bir tahdidlar sababidan siyosiy yelin ayrangning qurboni bo'lib ketib bordi qarindoshlarimiz. Boshqalarning ota-onasi yo'qmi vatanda? Boshqalarning urug' tuqqanlari yo'qmi vatanda? Ularga shunda tahdidlarni qilmamdi bular. Hammamiz bilamiz. Buning hammamizning beshiga kelgan o'rtaq bir musibat ekanligini. Vatanga berib kelayotgan, shular bilan mushada apaq-chapaq bo'lmay vatanga berib kelayotganlar yo'qmi? Vatanga berib kelish uchun cho'qin shular bilan apaq-chapaq bo'lish shartmi? Allohdan qo'rqish kerakki. Majbur olinish. Nima majbur olinish? Bizdan yaxshi bilishinglar kerakki, bilishinglar mumkin ham. Ammar ibn Yasir oilasiga qilingan zulmlar qaysi darajaga yetgan? Shu darajada Ammarning onasi, dadisi o'ldirildi. Ammarning o'zining xudini bilanmagidek holatda, behushlik bo'lib ketgidek holatda shu qiyin qistoq bog'liq ostida turib, deyilgan narsa nima faqat sen payg'ambarni haqoratlaysa, uni kazzob deysa, degan vaqtning o'zida ya o'lsa ya deysa, haqiqiy o'limni beshiga keltirib qo'yib turib, uningki bir aqli o'ziga tas qog'idek ketgidek holat zulm bilan, qiyin qistoq bilan shu holat keltirib qo'yib turib, shu majburlagan vaqtning o'zida Ammar nim dedi? Kazzoblik bilan Rasulullohni ayıpladı. Ve şu yerden qutuldu, derhal yig'lab Rasulullahning oldiga keldi. Ya Rasululloh, men murtad oldum. Ya Rasululloh, men murtad oldum, men sizlarni haqorat qildim men dedi. Men sizlarni kazzob dedim men dedi. Mecburlanish, İslamdagi mecburlanishning o'rnini bilaylik biz. Allah şu kapırlardan intikamlarımızı, kısaslarımızı ilişki Allah muvaffak kılsın. Bizim vatanlarımızdan çıkarıp etkenlerini bizim şu vatanlarımızdan emas, yüzünün vatanlarından hem sersan sergerdan kılıp yetişke Allah bizni muvaffak kılsın. Bizim perzentlerimizden, ata-analarımızdan, urug' tuqqanlarımızdan, kavim qarindoshlarımızdan biz yaxshi ko'rgan ve bizni yaxshi ko'rganlardan ayırıp etkenlerini Allah hem şunundan ayırıp etsin. Allah kademlerimizi sabit kılsın. Allah kalplerimizi birleştirip versin. Şarkı Türkistan Müslümanlarını pat fürsette Xitay tecavüzçülerinin bu zulmüden kurtuluşa Allah muvaffak kılsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.